Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Aday YouTube. Bir yangi kontent. Короче, ovozim bilan gapirib open case qilamiz endi. Yangi kelgan X-Cast'ni. U yangilik ham qolmadi-yu. Tak, bonus yuzchidan olamiz. Tak, material ochamiz. Bitta material. Thank you. 300 olamiz. Chotki. Keyin Mythic Forge 2 ta kristalni olamiz. 1.5 olamiz. Tak. 2 ta material. Birinchi nabor. Qancha yuzsi chiqadi deb o'ylaysizlar? 2400. Tak, ketdi. 1800. Eng omadsiz bo'ldi. Tak, 1000 necha? 1200 ham bor ekan. Tak, ikkinchi nabor. 2400. Bu bilaman aniq. Tak, bizning shotimizda 30.100 bor. 30.301. Tak, X-Cast'ni aylantiramiz. Hali uni ochganim yo'q. Prosta ochib qo'ygandim 54 marta. Kuponlarga ochdim. Qani go. Yaxshi. Bu birinchi open case'im bu gapirib. Endi o'zlayapti. Ana, mana spoti bilan. Aytdim-ku, eng omadlisi adayusi mana. Сразу Yumpi, boom. Yumpi bor, molik bor. Yaxshi. Tak, ikkinchi o'ntaligimiz X-Cast'im. Berib yuboradi hozir. Bor, men ko'nglim sezyapti bor. U Yumpini berdimi, u bu yog'i ham beradi u. Emotsiya bor edi menda. Ikkita emotsiya yo'q ekan menda. Yaxshi. Tak, ketdik. Qani, X-Cast'im go. Hech nima bergani yo'q. Material. Bu X-Cast'imni hozir ko'ramiz. Ochib ko'ramiz. Moch kuchaytiramiz, moch kuchaytiramiz. Nima desam, anda ko'p X-Cast'im fullda 7-ga yo'q. Fraun 7, Lavina 7. U Fraun ruzaki. Buni paddesa qilmasak bo'lmaydi. Bu menda yo'q edi. Fraun 7-level, lekin ruzak yo'q edi. Tak. Kelgan. Bo'ldi. Rahmat, thank you. Tak. Nima beradi? Juda o'ylandi, yana bir nimalar bersa kerak. 6. Paraşüt berdi. Молодец. Rahmat. Tak. Necha marta Propsit bilan ochib ko'ramiz. Propsit har doimgidek. Onyx yaxshi. Thank you. Gladiator bor edi menda. Thank you. Bu menimcha Fraun'niki bo'lsa kerak-da. Bu Fraun'niki. Fraunchik. Tak, qana endi bitta Mythic berib, shunda Onyx berib olsa chotki bo'lardi. Tak, bu emotsiya ham yo'q ekan. Короче, bundan 145 marta aylantirdik. Bu 300 garantiya to'ldi. Tak, Fraunga o'tamiz. Tak, ketdi birinchi o'ntalik. Mythic. Thank you. Men har doimgidek saskiga qo'yaman. Nima desam, men dushmanlarni ko'rib yonib o'lsin deyman-da. Onyx 140. Mana shu Mythicga berib olsa, va shu chotki bo'lardi. Riski. Tak, bo'lmadi. 10. Bitta boshi beradi. Nima? 739-Mythic'im. 500 ta Mythic ham oz qoldi. Xudo xolasa 500 ta Mythic ham bu olamiz. Ozgina qoldi o'zi. Mythic'lar yomg'iri. Vopsi. O'sha bu yaqin orada bir oylarda 500 ta Mythic qilib olamiz. Shu bilan mana bizniki. Tak, 8100 ishlatdik o'zi. Fraun bor edi, rahmat. Addushi. Yana bitta Fraun. Ko'rdilar, menda Fraun 7, lekin menga berib olibdi Fraunni. Endi nima kerak Fraun? Tak desak. Admin bo'limiga o'tsak. Fraunda bitta Mythic, 2 ta Mythic qoldi.
keyin Firavn xotinida bitta yo'q ekan, ha? Tak, mana yangi kelgan X-ga aylantiramiz. Mana shuni. O'shasini bizga hozir X kerak, dalniy moment. Bitta material, rahmat. Yumpi tushib bersa ham cho'tki bo'ladi. Nima desa, yumpi fokusimiz kerak 7-level. Tak, ketdik. Qani yumpi Firavn yuzak. 10x berib ol shunga qaytyapti. Hamanda propsi jon qopti. Nima unaqa bo'lyapti ekan desam, tak, mana bunday qilamiz. Unda qilamiz-da, X-ga so'nggi sabitadan kiramiz. Короче, ommachi ko'rasizlar qaranglar. Ma X-ga so'ng. Всё. Bizniki X-ga so'ng. Tak. Hech nima bergani yo'q. Har doimgidek. Bunga ham hech nima bergani yo'q. 160 dan. X-ga so'ng. O, yumpi, молодец, rahmat mana. Mana shunday yumpi berib tursa ham bo'lardi. Cho'tki bo'ladi. Nimaga X-ga so'ng bermayapti? Biz albatta 1000 ta monetasi ham olishimiz kerak. X-ga so'ng ko'tarish uchun. Unda bo'lmaydi. Nega kelishmaymiz? Qani X-ga so'ng? Yo'q. 15.100 sarfladik. Hali bizga X-ga so'ng bergani yo'q. Tak, prost bilan bosamiz. Tez ochib tashlaymiz. Bersa berdi, bermasa yo'q. Bermasa sotib olamiz, boshqa variant yo'q bizda. Tak. Bitta Firavnga bitta o'tib kelaylik. Tak. Firavnga o'tdik, hech nima bergani yo'q. Tak, bundan как положено hech nima bergani yo'q. Tak, mana bilan olamiz. Tezroq olamiz. Tak, mana. Tak, bizni 154 ta bo'libdi. O'zimda 100 ta bor edi. Hech nima tushmabdi-yu. Tak, bundan kiramiz. Buni yuzida aylantiramiz. Mana bilan 100 kompanyon. Bu kompanyon bu bo'rniki ekan. Mushukniki deb o'ylagandim. Tak, X-ga so'ngitamiz. Tak. Qani, bizga X-ga so'ng. Davay. Bum. Bu mushuk bor edi menda. Hatto 10x bermayapti menga, bilmayman. Hamma X-ga so'ng borda menga shunga 10x bermayapti menimcha. Donator deb o'ylayapman. 10x beror. Rahmat. Shuncha aytgan payti bir marta berdi. Qo'yib. O, rahmat. 3-10x. Yaxshi, 3-10x ham berib olsa, yosh cho'tki bo'ladi. Короче, bizda hali ham X-ga so'ng bermadi. 63 dan beramiz. 1 2 3 bitta 10 talik. Bum. Hozircha yo'q. Ruzaga 5 10x 5x qatdan keldi. Tak, buni qilamiz. X-ga so'ngchi bosamiz. Buni chiqamiz. Bum. Qani. Bermayapti. 500 oldi degani. X-ga so'ng monetkiga olamizmi deyman-da, cho'ta. Tak, boshqa kartaga qo'yib ko'ramiz. Bundan qilamiz. Arenaga qo'yamiz. Tak, ketdik. Qani X-ga so'ng. Go. Bermasang rozi emasman, boru. Bersang mana shu X-ga so'ng ko'taramiz, bermasang X-ga so'ng sotib olamiz deb va shu ko'tarmay qo'yamiz. Qani, o'zi 3100 qoldi, 2100 qoldi. Bera qol endi. Unchalik emas-da endi. Bu kraskangni ko'tingga tig. Yana 5 ta 10 ta berganimiz bo'ldi. Shu bilan 100 tugaydi. X-ga so'ng yo'q.
Shunaqa qiyin beryaptimi? Boshqalarga birinchi, ikkinchi 10 trade beryapti-da. Ultrada ham shunaqa. Birinchi 10 trade'dan ikkinchi 10 trade berdi. X summa bersa, biz hozir buni 4 yo 5 qila olamiz. Bermasa lekin qila olmaymiz. Mana хотя бы 10x ham yo'q. Tak, mana. Qani. Yo'q, hech nima bo'lmayapti. 3 ta 10 ga aylantiramiz, все keyin. Yusimdan tugaydi. Ber endi mana shunda. Bunda ham berganmiz. Tak, mana shu oxirgi 10 taligimiz. Shu bilan bersa berdi, bermasa yo'q, kerak emas. 200 ta. 2000-3000 bo'ldi. Oxirgi 10 taligimiz. Bersa berdi, bermasa yo'q. Qani? Bermadi, hech nima bermaydi. Короче, bundoq qilamiz. Qarab turinglar. Mana bunga kiramiz deb. Buni nima qilamiz? Aytaymi? Tak, yana 8200 soldik, короче. 8100 soldik. O'z ichida ham bor edi. Короче, XS aylantiramiz, boshqa variant yo'q. Bu XS tushmadi. Kecha 30 mingmi shunaqa UC'ga aylantirdim, lekin tushgani yo'q. Davay ketdik, birinchi 10 talik. Propstate. Qani go. Berarmikan? Paka yo'q. 10x. Voy bilan multiga ham 10x beradimi? XS'ni berish niyati yo'q ama. Kiramiz, mana bosamiz. Chiqamiz. Siya bosamiz. Chiqamiz. 3 ta 60 UC'ni aylantiramiz. 1 2 3 bitta 10 talik. Qani go, ber endi. Yumpinni ko'tingga tak, yumpin nimaga kerak menga? Yumpinga ko'p narsa yo'q, menga XS'ni kerak. Voy ana. Yumpi kerakmidi desam, yumpi beradi. XS'ni ber undan ko'ra. Planer. Zoom. Tak. Turtmuyusi bo'ldi. O'zi aylantirib bo'ldi yuzini. Bitta. Ikkita. 3 ta aylantiramiz. Endi bitta 10 ta. Qani qo'ydik. Biz propstik. Qani bering XS'ni. Bermayapti, короче. Berish niyati yo'q buni. Bitta 10x. 4 ta 10 ta aylantiramiz, shu bilan tugadi. Yusyam. Tak, chiqamiz. Kiramiz. Tushmasa sotib olamiz, boshqa hech variant yo'q, garantiyada olamiz. Yana bir tonda aylantiramiz, shu bilan tugadi UC. Oxirgi 10 tayimiz. Propstate bermayapti. UC bonusning üstümüz bor edi. Yine olamiz. 1800 bermalik. 2400.
ikkita o'ntiriga aylantirib, to'rtta o'ntirik. Qani bu ketdik. Bera qol endi. O'ntirik qoldi. Buni olib ko'rganda normalniy beryapti, sotib olsak ham bo'ladi. Kerak emas o'zi. Mavjud. Ola bo'ldi o'zi. Ko'tinglatdik Exyasminni. Bich. Olamiz, sotib olamiz, boshqa variant yo'q. Tak desak. Exyasmin bo'ldi. Mingta moneta ham oldik. Короче, bu yerda hamma narsani olib bo'ldik. Hozir ko'taramiz endi bu Exyasminni ko'taramiz. Laboratoriyaga emas. Exyasminga kiramiz. Tak ikkinchi o'rin. Bum. Tak uchinchi o'ringa podressa qilamiz. Bu ham bitta kayfda. Dushmanlarim kuyib bo'lsin dedi. To'rtinchi o'ringa podressa qilamiz. Kelchat. Singyu. Kelchat qilib oldik. Eplab 5 ga. 5 ga yetmas ekan. Nechta? 310 ta yetmas ekan. Bizda nechta bor? Hozir bundoq qilamiz-da. Tak. Bu narsalarga hammasiga ma'lum sotib olamiz. 273 ta. Sotib oldik. Короче, Exyasminga kiramiz. Tak. 37 ta sariq tosh, 9 ta oq tosh yetmayapti. Buni ham tushirib olib 5 ga olamiz, xudo xohlasa. Qani bu Exyasminga kelaylikchi. Anhura. Tak, yumpini ham qo'lga olamiz. Yumpi qani yumpi. Yumpi. Mana. Oho. Tak. Laboratoriyaga kiramiz-da. Yumpini kuchaytiramiz, ikkinchi o'rin. Uchinchi o'rin. To'rtinchi o'rin. Beshinchi o'rin. Olti. Shu bilan videomiz ham tugadi. Mana bunday qilamiz. Mana. Bu turishi yomon edi. Omadli bo'ldi, vashyo omadli bo'ldi. Chotki bo'ldi. 40 ming, 50 ming yusiga ketdi. Почти 50 ming yusiga 4-5 qildik уже. Va 37 ta monetkasi kerak, 9 ta oq tosh kerak, uni ham qo'yib olamiz. Sразу riski bosib qo'yamiz bo'ldi. Hammaga rahmat, addishi, like va obuna bo'lib qo'yinglar. 50 taga oz qoldi. Xudo xohlasa 50 tani ham uramiz. Sizlar bilan birgalikda poddeshkada bo'lasizlar degan umiddaman. Bang'illab tashlaymiz. Bu Open Case'ga 3 ta real pas qo'yaman. 325 yusilikdan 5 ta 60 yusilik qo'yaman. Aydiran yozib qo'yinglar. Birinchi 60 yusilik aniqlaymiz-da, keyin 325 yusilik 3 ta real pasni berib yuboraman. Keyingi videoda chiqaraman buni ham, xudo xohlasa. Hammaga rahmat, addushi. Sizlar bilan har doimgidek aday YouTube.